Tun yarmi. Yorimning mayin ovozi bilan uyg'ondim. Turing, tahajjud bo'ldi. Har kuni kunimiz tahajjuddan boshlanadi. Ko'pincha ikkovimiz baravar uyg'onamiz, lekin bugun qattiq charchabman shekilli, uxlab qolibman. Yaxshiyam ular borlar, uyg'otdilar. O'rnimdan asta turib tahorat oldim. Chiqqanimda yorim joynamoz ustida yuzlarida tabassum bilan meni kutardilar. Birga quloq qoqib Robbim huzurida saf tortdik. Biram go'zal qiroat qilyaptilarki, qanday qilib bir pora o'qib qo'yganlarini ham bilmay qoldim. Mazza qildim. Tahajjuddan so'ng ular yotdilar. Bomdodga uyg'otib qo'yarsiz deya men darslarimni tayyorlashga kirishdim. Bomdodni birga o'qidik. So'ng men o'zimga qarab, chiroyli kiyimlarimni kiyib, nonushta tayyorlashga chiqdim. So'ng qulog'imga naushnik taqib, Qur'on tilovatini tinglash bilan birga ko'cha va hovli ishlariga kirishdim. Bir zumda hammayoq chinnidek bo'ldi. Uyimiz boshqacha fayzga to'lganday go'yo. Qaynona onajonim turganlarida ko'rib xijolat bo'ldilar shekilli. Qizim, ertalabdan nima qilardingiz o'zingizni charchatib? Kun davomida birga qilardik deb mahkam quchoqlab oldilar. Oyijon juda mehribonlar. O'zi bu xonadonda hamma bir-biriga mehribon, samimiy, ochiq ko'ngil insonlar ekan. Umr yo'ldoshim meni o'zlarini omonatlari deb biladilar. Doim hurmatimni joyiga qo'yib, mehr bilan gapiradilar. Doim meni xursand qilishga, ko'nglimni olishga harakat qiladilar. Oyijon va Adajon meni o'zlarini qizlaridan-da ziyoda qabul qilishgan. Erkaklarni ishga jo'natgach, Oyijon bilan birga ilm olamiz. Birga kitoblar o'qiymiz, shirin taomlar pishiramiz. Birga vaqt o'tkazib hech jam zerikmaymiz. Birga mehmonlarga, salonlarga borib turamiz. Namoz vaqti bo'lishi bilan namozingizni o'qib oling deb kirg'azib yuboradilar. O'zlari ham vaqtida o'qiydilar. Uyimizda hamma taomlarni o'zimiz pishiramiz. Oyijon baribir tahorat bilan, zikr bilan pishirilgan ovqat boshqacha bo'ladi deb ko'chanikini uncha xushlamaydilar. O'qishga ham umr yo'ldoshim o'zlari olib borib, olib keladilar. Meni boshqalarga ishonmaydilar. O'qishdan kelsam, ba'zida Oyijon ovqat pishirib qo'ygan bo'lsalar, biram xijolat bo'lib ketaman. Voy Oyijon, o'zim qilardim, nega ovora bo'ldingiz desam, shirin tabassum bilan, mayli qizim, charchab qolmang dedim-da deb qo'yadilar. Qaynotam ham juda mehribonlar. Har safar men yaxshi ko'rgan mevalarni, shirinliklarni olib keladilar. Shuncha narsa yesam ham, voy, hech narsa yemadingiz-ku, oling deb ilinaveradilar. Shu tarzda kunlarim o'tib bormoqda. Bu xonadonda hamma judayam yaxshi, judayam mehribon ekan. Opajonlar kelishganda chiroyli qilib kutib olamiz. Ularni bolalari meni rosa yaxshi ko'rishadi. Kenayilarini kutib, sog'inib kelishadi. Bolajonlar bilan mazza qilib o'yinlar o'ynaymiz, darslar o'tamiz. Har safar xursand bo'lib, hech jam ketgilari kelmasdan qaytib ketishadi. Shu tarzda kunlarim o'tib bormoqda. Bugun 5 oylik bir kelinchakning mehr va ibodat bilan bezangan bir kuni haqida tingladik. Har bir oila hayoti shunday tarzda kechsa, u go'zal bir maskanga aylanadi. Imom Shofiy va boshqa ulug' ulamolar nikohni buyuk ibodat deb ta'riflaganlar. Alloh va uning rasuli amr qilgan har bir ish ibodatdir. Nikoh ham shunday ulkan amallardandir deganlar. Nikoh insonni Robbisiga yaqinlashtiradigan, uni gunohlardan asraydigan, qalbni poklaydigan va hayotni fayzga to'ldiradigan go'zal ibodatdir. Agar er ham, ayol ham vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar Alloh taolo belgilab bergan shariat qoidalariga amal qilsalar, Robbilari roziligini topish maqsadida bir-birlariga mehr berib hurmat qilsalar, shubhasiz u oila haqiqiy jannat bog'laridan bir bog'ga aylanadi. Har bir qiz yangi xonadonga borganida u yerga qul sifatida emas, balki Allohning omonati sifatida qadam qo'yadi. Oila a'zolari esa unga mehr, hurmat va e'tibor bilan muomala qilishlari lozim. Aslida qiz vaqtincha mehmon bo'lib turgan ota uyidan chiqib, o'zining haqiqiy uyiga aylanadigan yangi xonadonga kirib boradi. Shu sababli qizlarimizni oilaga tayyorlayotganimizda ularni go'yo jang maydoniga jo'natayotgandek qo'rqitib, qalblariga qaynota, qaynona va boshqa qarindoshlarga nisbatan nafrat yoki g'azab urug'ini ekish o'rniga, aksincha, ularga mehrni, hurmatni va sabrni o'rgataylik. Chunki oila dushmanlik emas muhabbat, kurash emas hamkorlik, nafrat emas rahmat asosida quriladi.